Bahodir aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Yaxshimisiz. Gulbahor bilan shundoq telefonda shu biza intervyumizdan keyin sovg'ani berib yubordim. Oldingizga kirib, hol so'rab, qisqa suhbat qilib ketgandim. Qarshi bo'lmasangiz. Bahodir aka, bandali, Xudo sabr bersin. 2 oy deganda endi ishga chiqibsiz. Ancha ozib qolibsiz. Janozalarga kelganda ham endi men sizni qaddimda qo'yib turadigan erkak deb bildim. Tanimadim sizni. Ancha so'lib qolibsiz ham desa bo'ladi. Endi Jahongir, to'g'risi hech kimning boshiga bunaqa musibat tushmasin. Farzandini yo'qotish bu har qanaqa temir odamga ham yomon ta'sir qiladi. Har qanaqa insonni boshini egib qo'yadi bu. Buni boshiga tushmagan odam bilishi albatta qiyin. Lekin men buni o'zimning dushmanimning ham boshiga tushishini xohlamayman. Ishga endi bugun chiqdim, endi ozgina mana korxonadagi xodimlar, o'zimning qizlarim amaliy ruh tushib ketmasin deb